Nəticəsi köp bolğan əskeri küçünü başlap çıxıb, Taşkentnin şimalığa bir qancha mil keladigan Irak bir joyda Ruslar hücum qildi. İki taraf tirkishib turganda Olimqul Qirg'iz sipohlarini başlap shiddat bilan hücumga o'tgan edi. Kökürkege oq tegib atdı yıkıldı. Sadakat ben bir korbeşe onu malamançılık arasından kutuldurup çıkan idi. O şokunu keçse Taşkent'te öldü. Olimqulning hareketiga tangden azrağı halasana ve temperverlik törtki bolgan bolsa mı? Ama tangden köprəgi onun şahsi garizi törtki boldu. Olimqul ölgen Yaqubbek bolşirat ki başka bir frontda turib atqachqa Qo'qonning mustaqilligini davomli saqlab qolishdan umid uzilgan edi. Ruslar Qo'qonliklarni eg'ir chiqimga uchratgandan keyin Toshkent muhosirasi texmi chingitdi. Qo'qonliklar mushundaq eg'ir ahvol ichida Buxorodan yordam so'radi. Ruslar derhal Cinoz degan yerde uları to'sib oldi. 1866 yıl 5. ayda yani Toshkent Cherniyayev tarafidan ishg'ol qilinib 11 oydan keyin Rossiya qo'shinlari general Romaneskiyning qo'mondonligida Elizar degan joyda bo'lgan urushda Buxoro qo'shinlarini tarmar qildi. Xudoyorxon o'zining dushmani bo'lgan Rossiya qo'shinlari Dimi özünün ittifaqlaşı bolğan Buxara qoşulur mu? Özünün zimini de turayotgan mushundaq hükümetsizlik mezgilida Olimqul tarafidan taxtga yulab chiqarilgan Sultan Seyitni yana bir qatim taxtdan haydab tushirdi. Urush oxirlashganda Xudoyorxonning qo'lida faqat Qo'qonning janubiy qismida qolgan edi. Xudoyorxon jigari yo'q, loyg'azal bir odam edi. O chidab, o chetcha joylarda sarson bo'lib yurganida o'zining xususiy ishlarini aqallisi, hukumat ishlarini bir taraf qilishda zodila ko'rsatib boqmagan ijtihodi bilan bir taraf qiladi. Uning davlati munqarz bo'lib, o'zi odatdagi bir fuqaro sifatida Rossiya ordusidan maosh oladigan bechora ahvolga tushib qolganda baxtlik his qilib qolmay, balki o'zi davlat so'ragan chog'larida ko'rsatmagan fazilatlarni ko'rsatdi. Baxtisi Sultan Seyit chet ellarda bir necha yil sarson bo'lib yurgandan keyin 1871 yili tavakkalchilik qilib Qo'qonga qaytib kelganda o'ldirildi. Seyitning birmuncha muxlislari Ruslar tarafidan tarmar qilingan. Va Xudoyorxon o'z raqibini og'dirib o'tgan chog'larda panohlanish uchun Qizil Ot tog' rayoniga qochib ketishdi. Keyin bu yerdan yana Qashqariyaga berib Yoqubbek qo'shildi. Endi gapni Yoqubbek ustiga o'tgaymiz. O Toshkent yenida mag'lub bo'lgandan keyin Olimqul tarafidan Toshkentning mudofaasini mustahkamlashga va mushu viloyatdan askar elishga va'tildi. Bu chog'da uning obro'yi shu qatim qo'ng'izsizlik tufaylidan tuvallab ketgan edi. Bu Qirg'iz atamoni bilan tali o'ngdan kelgan bu tojik harbiy bir-birida xilila xudiksiraydi. Yaqubbek Olimqulni o'zining yuqori o'rlishidagi to'salg'u deb qarasa, Olimqul bu qo'shbegini o'zi uchun xatarlik raqobatchi va xatarlik o'rinbosar deb qaraydi. Shunga Yaqubbekni lat qilib tashlaydigan, hatto ujuq turadigan bano sabablarning har qandigini Olimqul olqishlaydi. Biz bu yengilgan general taki Qashqarga borgan qadar bo'lgan bir necha oy ichida o to'g'riliq hech qanday xabar olmagan edi. O Ruslardan eshitgan haqoratning dardini boshqa bir yerda, boshqa bir dushmandan olmoqchi bo'ldi. Toshkentda mushu voqealar yuz bergan mezgillarda ili bilan Qashqariya chegarasidagi Qirg'iz Oqsunyaki Sidiqbekdan bu yerga elchi keldi. Bu elchi o'z xo'jayinining junguliqla bir-birini qirayotgan fursatdan foydalanib, Qashqarda tortib olganligini hamda o Qo'qon xonining Qashqariya xonliq taxtga xon qilib o'ltirg'izish uchun xo'jalar avloddan bir kishi avatishni iltijo qiladiganligini xabar qilib kelgan edi.
Əməliyyat Sıdıq bəy Qashqarni qorshab, qo'lga tushirib olgandan keyin qattiq qarshilik uchrag'achqa xo'ja avlodidan biraylarni xon qilib tiklab qo'yib, o'zini mag'lubiyatdan qutuldirmoqchi edi. Lekin shu chaqda Toshkentliklarning Qashqariyaning haqiqiy ahvolidan hech nimani bilmaydiganlar nihoyat aniq edi. Holbuki Qo'qon izchil yo'sinda Sharq Turkistondagi, ya'ni Uyg'uristondagi manfaatini ziyonga uchratmay saqlab qolish va har xil choralar bilan junguliqlarning inovatini ojizlashtirish siyosatini qo'llanib kelyapti. Şuna Qashqarda yenidan yuz bergan isyon to'g'risidagi xabarni elib kelgan har qanday bir elchi do'stonilikning namunasi sifatida biror narsa elib ketilmagan taqdirdami Toshkentda do'stona muomalaga erishmay qolmaydi. Lekin bu navbat Rossiyaning harbiy hujumi qislab kelib qalğanlıqdan memleketning barliq kuchi mudofaa tayyorligiga qaratilgan edi. Mishada to'xtaymiz, hurmatli vatandosh.